Leksimizden devamı. Bugün çizgi 2022 yıl 8. ayının 9. günü vatandaş. Endeki mavzumunda. Şimdi de hazır yolga koyulgan mecburi emgak Şinjan Uyghur Abdunum rayonunda xil ahvallasıda. Müstemlik Uyguristan'da yolga koyulup devamlı işi. Birinci, Şinjan'da yani müstemlik Uyguristan'da kesbi iktidar yetildiriş ve terbiyeleş merkezi kişilerinin iradesiga xilaf halda mecburi emgakli yolga koydu. İkinci, işkir ülkelerge azsallık millet emgak güçlerini yollaydı. Uygur'unu ve başkalarını işkir Xitay'a gelip getirdi. Bu işkir yollamış. Şinjan Uyghur Abdunum rayonunda müstemlik Uyguristan'da yol koymuş mecburi emgak hem bu Uygur'un perzentlerini işkir Xitay'a götürüp getirdi. 2022 yılı 6. ayının 17. günü Amerika Qo'shma Shtatlari bir parça Jungo'dan keladigan kan etish, ishlab chiqarish va yasalgan majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarning oldini olish siyosati e'lon qildi. Buning ichida 4 nuqta bo'yicha oldini olish nuqtaliq ta'kidlandi. Bu 4 xil mahsulot. Birinchida 4 xil mahsulot tayyor kiyim-kechak buyumlari, yani tikilgan tayyor kiyim-kechak buyumlari, paxta, pomidor shernisi ve ham eşya mahsulotlardan iborat. Amerika Jungo Savdo Mamlakatlik komitetining raisi Allen 8. ayının 4. günü ötküzülgen bir meydan tadqiqot yig'inida mushu qonun, yani Uyg'urlarni majburiy emgakka selishning oldini olish qonuni ne icra qilish yo'lga qo'yilgandan keyingi ko'z qarashlarini o'ttirga qo'yib o'tdi. O munda ko'rsatdi. Bir shirkat uchun aytganda Uyg'urlarni majburiy emgak selishning oldini olish qonunning ko'rsatadigan eng zo'r ta'siri shirkatlarning ta'minlash liniyasi masalasida intayin ihtiyot qilish masalasidir. Shirkatlar boshdan oxir albatta izchil ta'minlash liniyasiga diqqat qilib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin buningdan burun har bir shirkatning diqqat qilish nuqtasi o'xshash emas edi. Lekin hozir har bir shirkat qonunga amal qiladigan bo'ldi. Yuqori qonunga amal qiladigan bo'ldi. Ilojining boricha ta'minlash liniyasining kelish manbini tekshiradigan bo'ldi. Albatta bu o'ng'ay ish emas. Tadqiqot yig'inida qatnashganlar yana Amerika Davlatlik parcha setish ittifoqi ta'minlash liniyasi va tamojna siyosati bo'limining mudiri John Gold edi. John Gold munda ko'rsatdi. O'tgan bir necha yilda Amerika tamojnasi va chegara qo'g'dash idorasi Şinjan Uyghur Abdunum rayonidan yoki mustamlik Uyg'uristondan import qilingan mahsulotlarni tekshirishni kuchaytirdi. Bo'libmi kiyim-kechak, asrash buyumlari, quyosh energiya mahsulotlari, ko'p qirliq kohish hamda pomidor shernisi mahsulotlarini tekshirishni majburiy emgakka chetishlik taraflarni tekshirishni kuchaytirdi. Tamojna idorasining yangi e'lon qilgan statistika ma'lumotiga asoslanganda 2021 yili 10 ayning 1 kunidan 2022 yili 6 ayning 30 kunigacha tamojna idorasi 6 parcha tutib qilish buyrug'i e'lon qildi. Yani Jungo'dan kirgan tovar mallarni tamojnada tutib qilish buyrug'i e'lon qildi. 2000 turlik import mahsulotlarini o'z ichiga oladi. Bu tutib qilish buyrug'i va munosabatlik mahsulotlar 2000 turlik import tovar mahsulotlarini o'z ichiga oladi. Demak, Şinjan Uyghur Abdunum rayonidan
Müstemlik Uyg'uristondan Amerika bozoriga eksport qilinadigan tovarlar faqat mushu son bo'yicha aytganda 2000 turlik. John Gold tushuntirib mundaq ko'rsatdi. Import mollari tutib qilingan shirkatlar ta'minlash liniyalarida majburiy emgak kesilish hodislarining yo'qligini kishilarga qoyil qiladigan paketlar bilan ta'minlash kerak. Bu demak bu şirketlerinin ham eşya birinci punktlerini tekşürüşüden direkt berdi. Evvelki ham eşya qayerden qo'ldan qo'lga o'tkicha avval qayerdan setiladi ham eşya. Şu yerden başlap tekşürüşke to'g'ri keladi. Tekşürüşten direkt berdi. John Gold mundaq ko'rsatdi. Paxta qayerda teriladi va qayerda terib elinadi. Uyghur tilimi taskenmiş uygun işki başkalar mana seliştirgan qarını paxtını teriş yani kivez uruklarını yerge çekiş teriş şundaqla paxtını terip eliş teriş terip eliş Uyghur tilini uygunda qallanmış sözün farklandıramayız cuma tasken Hameşya birinci punktlarını tekşürüşten direkt biridir. John Gold mundaq ko'rsatdi. Paxta qayerda teriladi? Köp qirliq kayish va quyosh energiya taxtasini ishlab chiqaradigan qum qayerdan keladi? Mana bugun bilimli bo'lib qoldik hisobda vatandoshim. Quyosh energiya taxtasi qumdan yasaladi ekan. Undan keyin qirliq kayish degan yomg'ir yoqqanda uyning ustiga qo'yadigan narsa bor-ku, sapalga o'xshaydi hozir. Shuni qumda yasaydi ekanda bu qumning ham eşya bo'lishi ikki dunyoviy sodiga chetiladigan quyosh energiyasi va qirliq koyishni ishlab chiqardi ekan. Qum ham material qilindi ekan vatandosh. Pomidor qayerda teriladi va hokazo.